Assalomu alaykum o'quvchilar. Xo'p, Git va GitHub video darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan darsda Gitni konfiguratsiyasini o'rgandik, konfiguratsiya qilishni o'rgandik va repozitoriy yaratishni o'rgandik. Endi Git bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlashga o'taversak ham bo'ladi. Sizlarga shu paytgacha tushuntirib keldimki, Gitni qiladigan asosiy vazifasi bizni loyihamizni tarixini avvalambor kuzatib borish va uni qayd qilib o'zida saqlab yurish dedim. Xo'p, buni React emas, Git qanday aloqaga amalga oshirishini o'rganishni boshlaymiz. Xo'p, masalan, hozir bizni qo'limizda shu loyihamiz turgan bo'lsa, mana hozir hammasi yashilda bo'lib turibdi. Demak, bu degani bu loyihada kodlar bor, o'zgarishlar bor. Buni Git kuzatib turibdi. Lekin kuzatib turibdi degani hali Git bularni o'zida saqlab qolgani yo'q, xotirada saqlab qolgani yo'q. Mana ko'rishimiz mumkin. Git status degan buyrug'i bor. Bu buyruq bilan o'sha Gitni bizning loyihamizni tarixini qaysi holatda saqlab turganini ko'rsak bo'ladi. Git status deb yozamiz. Git status deganimizdan keyin mana aytib turibdi, hali hech qanday commit yo'q, untracked files, ya'ni qayd etilmagan fayllar deyapti-da, ko'rsatyapti. Mana shu hozir hamma yashil bo'lib turgan fayllarimizni bu yerda ko'rsatyapti, qizil qilib. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, hali Git biladi, mana shu fayllarga o'zgarishlar kiritilgan, lekin bularni eslab qolgani yo'q, tarixiga qayd qilib qo'ygani yo'q. Shuning uchun aytyapti, use git add to include it in what will be committed deyapti. Xo'p, mana bu rasm shu jarayonni tushuntiradi, Gitni ishlash jarayonini. Mana bu shu hozirgi bizda holatimiz, mana bu turgan o'sha o'zgarishlar bo'lgan holati. Mana bu working directoryga mos tushadi. Ya'ni biz loyihamizda kod yozganmiz va u working directoryda turibdi. Lekin hali Gitni o'zini haligi repozitoriysining ichidagi tarixiga tushgani yo'q. Bu o'zgarishlar, bu kodlarimiz hali Git eslab qolgani yo'q. Endi git add buyrug'i bilan uni staging area degan narsa bor. Gitni o'zini staging areasi, staging hududi. Ana shu hududga ko'chirishimiz kerak. Working directorydan staging areaga ko'chirishimiz kerak. Ya'ni bu degani mana shu barcha o'zgarishlar hozir working directoryda turgan bo'lsa, Git o'zini ichida staging areasiga ko'chirish kerak. Staging areaga ko'chirib olgandan keyin git commit degan buyruq yordamida uni keyin repozitoriyga, o'sha Gitni o'zini repozitoriysiga tushadi. Ya'ni bu degani o'shanda tarixga yoziladi. Mana bu staging areada ham tarixga yozilmaydi. Staging areadan maqsad faqat shu git commitga tayyor bo'lib turishi uchungina. Qachonki git commit qilsak, shundagina Gitni tarixida qoladi va uni keyin ertaga biz qayta ko'rishimiz mumkin, o'zgarishlarni qayta o'sha holatga qaytib tiklashimiz mumkin. Hamma nima deydi, ma'lumotlar saqlanib qoladi. Ungacha Git saqlab qo'ymaydi. Demak, 3 xil nima haqida tushunib oldik. Hozir boya aytganimdek, bu yozgan kodimiz working directoryda turibdi. Endi uni staging areaga o'tkazish uchun boyaga aytgandek git add deb yozishimiz kerakda. Keyin bunga git addga staging areaga qaysi fayllarni ko'chirmoqchi bo'lsak, o'sha fayllarning nomini yozishimiz kerak. Masalan, index.html bo'lsa, index.html yoki barcha fayllarni ko'chirmoqchi bo'lsak, shunchaki nuqta belgisini qo'yishimiz kerak. Shunchaki nuqta belgisini qo'ysak, barcha o'zgartirish kiritilgan fayllarni staging areaga ko'chiradi. Bosamiz enter. Mana ko'chirdim deb aytayapti bizga. Endi yana qaytadan git status bilan o'sha holatimizni tekshirsak bo'ladi. Mana git status bilan tekshirdik. Endi ko'ryapsizlar, boyagi qizil turganlar hammasi yashil turibdi. Bu degani nima degani? O'zgarishlar hammasi staging areaga ko'chdi. Working directorydan staging areaga ko'chdi.
Lekin yana aytyapman, bu hali ham anglatmaydi bizni kodlarimizni Gitni tarixiga, xotirasiga ko'chganini anglatmaydi. Git o'z tarixiga yozib qo'yishi uchun, repozitoriy xotirasiga yozib qo'yishi uchun uni biz commit qilishimiz kerak. Buning uchun esa git commit degan buyruq bor va bu buyruqdan keyin m flagini albatta qo'shishimiz shart. Bu hatto majburiy darajada har doim qo'shish kerak. Git commit deb m flagi bilan qo'shtirnoq ochib, qo'shtirnoq ichiga mana shu o'zgarishlarimiz haqida biror bir narsa yozib qo'yishimiz kerak. Xo'p, masalan bu loyihamizda biz uchun boshlang'ich kod deb hisoblasak, o'zgarishlar birinchi bo'lib qo'limizda shu kod bor desak, buni initial code deb nom qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu degani biz doim git commit qilayotganimizda m flagi yordamida o'sha kod haqida, o'zgarish haqida, kod haqida emas, o'zgarish haqida qisqagina biror bir narsa yozib qo'yishimiz kerak. Tushunarli bo'lishi uchun. Bosdik. Mana aytyapti 14 ta fayl va 2865 ta kiritmani saqlab qo'ydim deyapti. Ya'ni biz commit qildik hozir, commit bo'ldi. Endi yana bir buyruq bor, git log degan. Git log buyrug'i yordamida biz endi git repozitoriyimizni o'sha commitlar tarixini ko'rsak bo'ladi. One line deymizda. One line degan flagini qo'shishimiz kerak. Shunda bizga bu qisqaroq, muxtasar qilib chiqarib beradi tarixni. Bosamiz git log one line. Mana ko'ryapsizlar, tariximizni ko'rsatyapti. Mana bu raqam bizni hozirgina qilgan commitimizni raqami va mana bu boya yozib qo'ygan narsamiz. Initial code deb yozib qo'ydik. Mana shunday nom bilan o'zini tarixiga saqlab qo'ydi. Va biz buni git log one line bilan ko'rsak bo'ladi. Mana bu yerda bir misolni ko'rsatmoqchiman. Mana bu yerda ko'rsalaring, bu bitta loyiha. O'sha loyihada ko'ryapsizlar, mana shular har biri bittadan commit. Bu bitta commit, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi commitlar. Merge pull request bu commit emas, mana bu commit, mana bular commit. Ya'ni git bizni o'zgarishlarimizni har birini commit ko'rinishida saqlaydi. Bitta commit ko'rinishida saqlaydi. O'shaning uchun commitga mana bunday qilib qisqacha biror bir narsa ham yozib qo'yish kerak. Tushunarliroq bo'lishi uchun. Mana bu bitta qilgan commitim add patients and queues feature deb yozib qo'yganman-da. Keyin buni ichiga bossangiz, shu qilingan barcha o'zgarishlar ichida saqlanib turadi mana. Xo'p, endi sizlarda savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Gitda tariximizni saqlab yurish uchun nima uchun bizga buncha murakkab 3 xil daraja kerak? Birinchi directoryda turish kerak, keyin uni staging area degan joyga ko'chirishimiz kerak, keyin uni gitga ko'chirishimiz nima keragi bor degan savol tug'ilishi mumkin sizlarda. Shunchaki to'g'ridan to'g'ri git saqlab eslab qolib ketaversa bo'lmaydimi degan savol tug'ilishi mumkin. Buni sababi bor bunday qilinganligini. Sababi shundan iboratki, masalan sizlar loyihaga ba'zida bo'ladi, bir necha xil o'zgarishlar kiritib yuborasizlar. Bir necha xil o'zgarishlar kiritasizlarda, masalan bo'lishi mumkin, bu index faylni deylik, o'chirib tashlaysizlar. O'chirib tashlaysizlar. Bu bitta o'zgarish. Keyin source'ga kirasizlarda qanaqadir bitta page qo'shasizlar. Bitta page qo'shasizlar. Bu ikkinchi o'zgarish. Page qo'shganlaringdan keyin yana masalan router, bu yerda agar router xususiyati bo'lmasa, router xususiyatini qo'shasizlar. Ya'ni router qo'shasizlar. Bu 3 ta o'zgarish. Shunda o'zgarishlaring 3 ta bo'ldi. Shunda agar to'g'ridan to'g'ri o'zgarish bo'ladigan, to'g'ridan to'g'ri
tarix bo'ladigan bo'lsa, bu 3 ta o'zgarish bitta qayd ko'rinishida tarixga kiradi. Lekin bu unchalik ham to'g'ri emas. Bizda har bir tariximiz chiroyli ko'rinishda tushishi kerak. Tariximizni har bir qaydi mantiqiy, chiroyli ko'rinishda bo'lishi kerak. Mantiqiy degani, masalan, o'sha bitta page qo'shishimiz alohida qayd bo'lib bitta qo'shilishi kerak. Keyin mana ikkinchi router qo'shishimiz, u ham alohida qayd bo'lib qo'shilishi kerak. Ertaga tarixni o'qiyotgan odam birma-bir tushunib ketaversin. Mana masalan, mana bu yerda yozdik initial code dedik, tushundi. Boshlang'ich kod shunaqa ko'rinishda bo'lgan ekan. Keyin undan keyingisi biron bir page qo'shilgan bo'lsa, yozib qo'yilgan bo'ladi, page edit deydida. Yangi page qo'shilgan ekan. U alohida bitta qayd. Undan keyin edit routing feature degan qayd qo'shsak, uni ko'radi-da, keyin router qo'shilgan ekan deb chiroyli tartiblarda ketaveradi. Lekin uni o'rniga bir dunyo ko'p o'zgarishlarni yig'ib turib bitta commit qilib yuborsak, u salgina xunukroq bo'ladi. O'qigan odamga ham g'alati bo'ladi. O'zi nima ish qilgan ekan deydi-da, 3 ta ishni bitta qilib qayd qilib yuborsak yaxshi bo'lmaydi. O'shaning uchun mana shu staging area degan narsa bizga kerak. Staging areaga o'tkazib olib, keyin commit qilish kerak. Qanday ma'noda? Masalan, boyaga aytganimdek, 3 ta o'zgarishimiz, deylik 2 ta, ya'ni bittasi page qo'shdik, ikkinchi o'zgarishimiz esa routing feature'ni qo'shdik, ya'ni xususiyatni qo'shdik. Shunda nima qilamiz? Biz birinchi kelinglar, shuni shu yerda bir qilib ko'rsatay. Tasavvur qilaylik, mana bu yerga. Xo'p, mayli, nimasini tugatib olay, keyin amaliyotda qilib ko'rsataman. Xo'p, o'sha holat, ya'ni bitta page qo'shdik, bitta routing xususiyatini qo'shdik. Shunda nima qilasizlar? Birinchi bo'lib, page qo'shgan kodlaringni, pagega taalluqli bo'lgan kodlaringni staging areaga ko'chirib olasizlar. Keyin undan commit qilasizlar. Commit qilayotganlaringni yozib qo'yasizlar, page qo'shdim deb. Endi keyin qolgan mana bu yerda hali yana kodimiz bor-ku, router qo'shgan kodimiz. Uni ham keyin bu yoqda staging areaga ko'chirib olasizlarda, keyin uni bu yoqqa yana repozitoriga keyingi commit qilib, keyingi qayd qilib, uni ham qo'shib qo'yasizlar va yozib qo'yasizlar, routing xususiyatini qo'shdim deb. Mana shunday maqsad uchun staging area kerak. Ya'ni staging area bu commitga tayyorlaydigan hudud. Kodni qaysidir qismini olasizlar, qo'yasizlar, commit qilasizlar. Qolgan yana qanchadir qismini staging areaga olasizlar, commit qilasizlar. Mana shunday qilib birma-bir o'tkazib olib, bu yoqqa commit qilinadigan hudud. Masalan, mana shuni hozir endi bir amaliyotda bir ko'raylik. Masalan, qo'shdim, new page deyman, new page.html jsx deyman. Men qo'shib qo'ydim-da, biror narsa yozib qo'ydim. Mana qo'shdim. Keyin buni deylik commit qilish esimdan chiqib ketdi-da, yana bir qanaqadir boshqa xususiyat qo'shay. Deylik, masalan, routerga biror bir yangi route qo'shib yuboray. Bu umuman pagesga taalluqli emas-da. Clients deydi. Bir boshqa bu mayli o'zi turaversin. Demak, tushundilaring, ikkita bir-biriga mantiqan bog'liq bo'lmagan ikki xil ishni qildim. Endi buni shunchaki git add qilib, bunday nuqta qilib qo'yib yuborishim to'g'ri emas. Chunki shunda ikkala o'zgarishimni ham staging areaga o'tkazib yuboradi va uni keyin bitta commit qilishga to'g'ri kelib qoladi. O'shaning uchun bunday qilishim to'g'ri emas-da. Shunchaki olamanda, oldin git status bilan bir tekshiraychi. Git status. Mana o'zi ko'rsatib turibdi. Source'ni modify qilding, new page degan narsa qo'shding deyapti. Endi men birinchi mana bu page'imni qo'shib olaman. Git add deymanda, source pages
qilamanda new deb yozilmay qolibdi. New package.js deyman, JSX. Hop, git status bilan qayta tekshiraman. Mana yashil bo'lib turibdi. Git statusga, ya'ni staging areaga tushdi. Staging areaga bu tushdi. Buni endi bemalol commit qilsam bo'ladi. Endi qanday qilamanda git commit deymanda -m deb turib, masalan, nima deymiz? Yangi page qo'shdim deb qo'yaylik. Yangi page qo'shdim. Bosildi. Endi tariximni o'qish uchun boyaga aytganimdek git log bitta bossam, mana ko'ryapsizlar. Chiqib kelyapti. Ruslanbek data boshqasi bilan yangi page qo'shdim deb chiqib kelyapti. Mana undan oldingi birinchi qilgan commitimiz initial code deb yozganimiz, mana vaqti, kim qo'shgan, author. Agar eslasalaring, o'tgan video darsda aytdim, ismi va familiya kiritib qo'yish kerak dedim. Mana bu yerda chiqib turibdi. Mana vaqtimiz, qachon bu tarixni qo'shganimiz, hammasi birma-bir yozilib ketyapti. Ko'pincha git log o'tgan bundan oldingi safargi yozgan kodimda aytganimdek git log online flagi bilan yoziladi. Shunda qisqaroq ko'rinishda bo'ladi. Mana bu birinchi tarix qo'shganim, ya'ni birinchi commit, birinchi tarix emas, birinchi qayd, ya'ni commit. Ingliz tilida commit deyiladi. Birinchi commitim, mana bu ikkinchi commitim qo'shganim. Endi uchinchi yana ish qolib ketdi-ku bu yerda. Working directoryda yana qoldi-ku. Tekshirsak mana turibdi. Buni ham alohida keyin git add deymizda. Hop, source o'zi ko'rsatib turgandek app deymizda .jsx deymiz va git status bilan tekshiramiz. Mana git staging areaga tushdi. Endi buni ham commit qilamiz. Git commit -m. Endi nima deymiz? Balkim yangi route qo'shdim deb yozib qo'ysak bo'ladi. Yangi route qo'shdim deymiz. Yangi route qo'shdim deymiz. Hop, endi keyin git log online bilan tekshirsak, mana bu ham alohida bitta commit bo'lib qo'shildi. Endi bizda shu yerda yana bir savol tug'iladi. Bu savol bilan sizlar albatta yuzlashasizlar. O'zi qachon bitta commit qilish kerak? Ya'ni yoki bo'lmasa qaysi kodni commit qilish kerak degan savol tug'iladi. Taxminan boya unga javob berdim. Umumiy narsa shuki, mayda-chuyda kodlarni har birini bitta commit qilib yotish shart emas. Masalan deylik, uncha katta bo'lmagan biror bir o'zgarish qildilaring, maydagina o'zgarish qildilaring, uni alohida bitta commit qilib bu yerga tarixga kiritish shart emas. Lekin shu bilan birgalikda boyaga aytganimdek, ikkita uchta ishni ham bir-biriga mantiqiy bog'liq bo'lmagan ikkita uchta ishni ham yig'ib turib bitta commit qilish ham to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni sizlar oltin o'rtaliq topishlaring kerak. Asosan nimaga e'tibor berishlaring kerak? Mantiqiy bog'liqlikka. Mana bu holatimda aytganimdek, yangi page qo'shish bu alohida ish. Demak, buni bitta commit qilish kerak. Ya'ni new page qo'shdik, endi bu yerda kam kod yozdim. To'liq o'sha page kodini yozib bo'ldilaringmi? Bu yangi alohida bir mantiqiy bir bo'lak bo'lgan ajralib turuvchi bir ish. Buni bitta commit qilasizlar. Keyin mana routing xususiyatini qo'shdikmi? Buni ham alohida bir ish qilasizlar. Mana shu narsa commit deyiladi. Ya'ni commit arzimasiga, masalan, biror bir kodimizni ichiga kirib, kichkina qiladigan o'zgarishlarimiz ham commitga misol bo'la olmaydi. Yoki bo'lmasa bitta faylni o'chirib olib, keyin
faylni o'chirib yubordim deb commit qilishlar, mayda chuyda narsalarni commit qilishlar to'g'ri bo'lmaydi. Qandaydir mantiqiy bo'lishi kerak. Mantiqiy va biror bir kodimizni ahamiyatli bir qismini o'zgartiradigan ish bo'lishi kerak. Masalan, mana bitta nimani ham ko'raylik. Mana shu yerda deylik. Mana shu yerda shu shelter, o'zimiz bilgan shelter. Shelterni tasavvur qilinglar, bir boshidan qilib kelyapmiz. Birinchi bilasizlar, har doim nimasidan boshlaymiz? Shapkasidan boshlaymiz. Shapkadan boshladik, keyin main qismiga o'tamiz. Main qismi ham katta bo'lsa, agar main qismni ham bo'laklarga bo'lib, mainning birinchi qismi, mainning ikkinchi qismi deb qilib ketaveramiz-ku. Endi tasavvur qilinglar, ishni boshlab, mana shu shapkani header elementini qo'ydilaringda, keyin buni nimaga saqlab qo'yay deb turib, mana bu yerga commit qilib header elementini qo'shdim deb unaqa mayda chuydani qo'shib yotish shart emas. Headerni qo'yib, uni rasmlarini, header elementini qo'yib HTML da, uni rasmlari, image'larni qo'yib HTML da tugatib, keyin undan keyin masalan CSS lar tugatib, chiroyli tayyor holatga keltirgandan keyin, ya'ni bir pichoqqa ilinadigan bir to'laqonli ishni qilib bo'lganlaringdan keyin bemalol bu yerga o'tib yozsalaring bo'ladi. Masalan, sahifani shapka qismini qildim deb yozib qo'ysalaring bo'ladi. Yana boshqa bir holat tasavvur qilinglar, qilyapsizlar, shapkani qo'shib bo'ldilaringda, lekin saqlamadilaringda, endi pastga tushib mana bu mainni birinchi qismini ham qilib bo'ldilaring. Endi shapka bilan mainni yig'ib turib, bitta qilib staging areaga o'tkazib, bitta commit qilib yuborish ham uncha yaxshi emas. Chunki boyaga aytganimdek, bu shapka qo'shish bu alohida bir mantiqiy ish. Mana bu esa mainni endi birinchi qismi, bu alohida bir ish. Yaxshiroq bo'ladi buni staging areaga birinchi qo'shib olib bitta commit qilish va buni staging areaga bitta qo'shib olib bitta commit qilish to'g'ri ish bo'ladi. Ertaga sizlarni o'sha tarixlaringni o'qiyotgan odam ham juda oson tushunib ketaveradi. Demak, bu o'zlaringni farosatlaringga, o'zlaringni kallalaringni ishlatib qilinadigan narsa. Asosiy nima bo'lish kerakki, qachon commit qilaman degan tushuncha shu bo'lish kerakki, mantiqiy bog'liq bo'lgan, mantiqiy ajralib turadigan ish bo'lsa, o'shani qilishlaring kerak. Ya'ni boya aytganimdek, shapka mana bundan ajralib turadi, bu alohida bitta ish, buni bitta commit, mana bu bitta alohida ish, bu bitta commit. Ertaga masalan keyin shunday keyin ketaveradi. Bu ham bitta katta alohida ish bo'lsa, buni bitta commit qilasizlar, buni shunday ketasizlarda, oxiri butun verskani tugatgandan keyin uni ertaga media query'lar bilan adaptivniy qilish kerak bo'ladi. Ya'ni telefon, kompyuterlarga adaptivniy nimaligini bilasizlar-ku, adaptivniy qilasizlarda, uni ham keyin bitta commit qilib qo'ysalaring bo'ladi. Sahifani adaptivniy qildim deb. Keyin butun veb-saytni yasab bo'lganlaringdan keyin biz bilamiz, kod stili deb tekshirib chiqardik. Yozgan kodimizni validatsiya uchun yoki bo'lmasa CSS larda o'sha CSS HTML da clean kod bo'ldimi yo'qmi tekshirib chiqardik, bilsalaring. O'sha ishni ham qilib, kodimizni bir yangilab chiroyli qilib olganimizdan keyin uni ham yana bitta commit qilib qo'ysalaring bo'ladi. Masalan, yozib qo'yasizlar, kodimni clean kodga tekshirdim yoki HTML validator bo'yicha tekshirildi deb yozib qo'ysalaring bo'ladi.